O'zbek filmining mustaqillik davridagi eng dramatik mavzuga bag'ishlangan filmi qaysi deb o'ylaysiz? Vatan. Film syujetida AQShda yashab kelayotgan 2-jahon urushi qatnashchisi Qurbon ismli keksa inson ancha yillardan beri ona qishlog'ining sog'inchi tinchlik bermay, bir kuni vataniga qaytib keladi. Ona tuprog'imni o'pmoqchiman, bolam. Beton, dada. Uning maqsadi ona vatanining diydoriga to'yish va mansab uchun dushman bo'lgan hamqishlog'idan qasos olish edi. My homeland is the United Mening vatanim Amerika. Men u yerda tug'ilganman va bundan baxtliman. Shu vatanda jang qildingiz, qon to'kdingiz, azob chekdingiz. Xo'sh, vataningiz nima berdi sizga? O't tasha, hayvonlar! Я не ем свинину. Ты что, еврей? А кто ты? Узбек. Lekin hayotimni vatanim barbod qilmadi. Zamon shunaqa edi. Agar siz Instagramdagi qisqa reelslarni ko'rishga o'rgangan bo'lsangiz, bu filmlarni tomosha qilish sizga og'irlik qiladi. Chunki bu filmlar tomoshabinni fikr mulohaza yuritishga majbur qiladi.